Akalar, bugun Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik. Mana sizlar uchun bitta oq Gentra bilan qora Lacetti topib qo'ydik. Aka, buni yil nechi? 2010 salonlarini siz ko'rsating aka. Mashinamizning probegi qancha bo'ldi? 400 ming. Kraska holati qanaqa? Bitta kraskasi bor. Ichiga o'tmagan butun ham mashina. Bemalol o'z-o'ziga ko'rsatib tekshirtirib oladi. Mashinani sostiyanasi ko'rdim, juda ham olovda yonib turibdi. Xalq uchun qanchaga berasiz? Oxirgi taqalganini ayting. 5,5 mingga beraman. Ustida necha savdosi bormi? Ustida savdosi bor. Ustida savdosi bor, 5,5 ming. Telefon nomeringizni ayting menga. 91lik 91lik 153 153 5005. 5005. Bu Gentrachi yili. Bu 23 oxirgi chiqqan Gentralardan ABS hamma yog'i bor do'stlar, ya'ni full komplekt. Mashinamiz do'stlar sostiyanasi oppoqni yonib turibdi. 4 yumshoq balonlar qo'yilgan. Salon holati qancha yurgan bu? Bu 70 ming. 70 ming yurgan. Kraska holati qanaqa? Top toza. Xalq uchun oxiri taqalgani qanchaga berasiz? Oxirgi chiqqan Gentra ekan bu. 12 mingga beraman. 12 ming. Taqalgan. Nomeringiz? 91lik 91lik 153 153 5005. 5005. Metani ham bormi buni? Benzin. Benzinda? Benzin. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, aloqaga chiqamiz. Mana sizlar uchun bitta Lacetti Gentra. Qaysi biri yoqsa do'stlar, sirasiz telefon qilib baraka qilishga shoshilamiz. Bundan keyingi obzorimiz yana Lacetti bo'ladi. Akalar, qora bayir ishqibozlari uchun mana sizlar uchun minishga tayyor Gentra. Mashinamizni yili aka 2020 dedingiz ham buni. 2020 159 ming masofani bosib o'tgan. Sostiyanasi juda ham zo'r holatda turibdi, ya'ni salon holati akkuratniy. Chiroyli minilgan mashina ekan. 2020 bo'lganiga qaramasdan uzoqdan ko'rgan odam 2023 deydi bu mashinani. 4 yumshoq balonlar qo'yishibdi aka. Kraska holati, assalomu alaykum aka, charchagansiz? Kraska holati qanaqa buni aka? Toza. Xalq uchun oxiri taqalgani qanchaga berasiz aka? 10,5 mingga beramiz. 10500 ga shunaqa chiroyli mashinani berib yuborasiz aka. Keyin bo'lar yana. Любой dokument. Nomeringizni ayting aka. 50 50lik 077 077 28 28 aka, aloqaga chiqishadi. Nomerlar bilan keyin bo'laveradi. Yana qanaqa mashina bor aka sizda? Yil nechi buni aka? 2022 tonirovka ruxsat bor aka? Tugab qoldimi? Gap yo'q. 4 yumshoq balonlar olgan odam o'zi sirazi qildirib olib chiqadi aka. Chol poliklar qilingan ekan, avtomat korobka 4-pozitsiya 2022 oxirgi chiqqan XC3 lardan 122 ming yurgan. Kraska toza aka? Motorlari ochilmagan ekan. Akalar, motor holati juda ham chiroyli holatda turibdi, ya'ni ABS sistema chiroyli, akkumulyator 1.5 motor. Propani bormi buni aka? Yo, metan ekan, bo'ldi aka. Gap yo'q. Buni aka qancha qilib berasiz aka taqalgani? $8,650 beramiz aka. Gap yo'q aka. Nomeringizni ayting. 8650 ga geni ham bor aka. Geni ham qilib beramiz. Gap yo'q. Telefon nomeringizni ayting aka. 91 324 324 03 03 aka. Hamidxon avto Instagramimiz ham bor aka. Gap yo'q akajon. Bozoringiz bersin aka. Xizmatimiz o'sha yerda. Assalomu alaykum aka. Obzorga qo'yib yuboramizmi aka Lacetti'ni? YouTube'ga. Buni ham qo'yib yuboraylik aka uni. Buni sostiyanasi qanaqa yili aka? 2013 qimmat chiqola taqilgan, toza, 2013 toza. Yurgani qancha bo'ldi aka? 200 ming bo'ldi. 4 ta yaxshi yumshoq balonlar bor do'stlar. Mashinamizning sostiyanasi chiroyli holatda. Buni xalq uchun qanchaga berasiz aka? Oxiri taqalganini ayting aka. Kami yo'q bo'ladi-ku. 63 taga berib yuboramiz. 6300 ga. Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik 302 00 09. Bundan keyingisi mana Cobalt aytyapsizmi aka? Bo'ldi aka. Akalar, keyingi mashinamiz Cobalt ekan. 40M072MM. Ya'ni chiroyli nomerlar bilan aka gen chiqarib berasizlarmi bunga? Assalomu alaykum, charchamayapsiz? Midnight yili 25 ming nechi buni aka? 25 25 2000 yurgan. 2000 yurgan. Chiroyli chol poliklar qilib qo'yibsiz. Ya'ni minishga tayyor qilib, sizdan keyingi odam mazza qilib minsin deb benzindan aka mashina? Propandan. Propan qo'yib bo'ldinglarmi? Gap yo'q aka. Buni kraskalari toza bo'lsa, xalq uchun oxiri qanchaga berasiz aka? Taqalgani. 12,5 beramiz. 12500 ga. Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik 556 556 14 25. Akalar, ulgurib qolamiz. Mana shu videoni Cobalt ishqibozlariga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Akajon, bozoringiz bersin. Akalar, mexanika ishqibozlari uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan ABS sistema 1.5 motor, yaxshi akkumulyator, konditsionerlari bor. Ya'ni mashinamiz zo'r holatda, mexanika korobka akamiz 4 yaxshi yumshoq balonlar qo'yishgan.
salon holatlari juda ham chiroyli holatda. Aka, bosib o'tgan masofasi qancha bo'ldi buni aka? 147 ming. Kraska holati qanaqa aka? Ha, bitta detal, bitta petno bo'lyapti aka. Buni xalq uchun qancha berib yuborasiz aka? 7300 ustiga dumalasa berasiz aka. Mashinamizni chiroyli holati, ya'ni kuzovida qirilgan, chizilgan, dilli xira qiladigan joylari yo'q aka. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 334 5200 akajon, bozoringiz bersin. Kela qora bayir ishqibozlari uchun mana sizlar uchun full holat, ya'ni ABS sistema, 1.5 motor, yaxshi akkumulyator, konditsionerlari bor, ya'ni chiroyli qop-qora bayir mashina topib qo'ydim. 015 nomerlari bilan. Aka, yil nechi buni aka? 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Balon holatlari yangidek holatda. Ya'ni chiroyli multirullar qo'yilgan, avtomat korobka, 3-pozitsiya, 224 ming masofani bosib o'tgan, chihol poliklar qilingan. Ya'ni olasiz, mana aka, kraska holati qanaqa buni? Kraska toza, bitta petnosi bor. Buni aka xalq uchun oxiri qancha berib yuborasiz aka? Xalq uchun 9 ga yursa beriladi. 9 ga. Gap yo'q aka. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 811 3101. Akalar, qora bayirga ulgurib qolamiz. Ya'ni hozirgi paytda qora jentralar 2019 da juda ham kam chiqqan do'stlar. Ya'ni pul yengili ulgurib qolamiz. Salon holati ham juda chiroyli holatda. Akajon, bozoringiz bersin. X3 ishqibozlari uchun mexanika korobka. Akajon, assalomu alaykum. Yo, tushmasdan qo'yavering aka. Buni yili nechi ma'lumot aka? 2019 toza 137 ming yurgan. 2019 toza 137 ming yurgan, chiroyli chihol poliklar qo'yilgan, rullarda kojalar tortilgan, torpeda ham shipkalarda umuman qirilgan, silgan joylari yo'q, metanlari bor, turtda yaxshi o'rta holda baloni bor. Ya'ni mashinamizda aka pulti ham bor aka. Kraska toza aka. Buni xalq uchun qancha berasiz oxiri aka? 6,5 million. 6500 ga. Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik 90lik 155 7502. Akalar, oppoqni Nexia 3 ga ulguramiz, ya'ni Spark pulida Nexia 3 bo'lyapti. Akalar, mexanika ishqibozlari uchun mana sizlar uchun qop-qora bayir 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra ABS 1.5 motor, yaxshi akkumulyator, konditsionerlari bor. Ya'ni olasiz, buni siz akamiz chiroyli biletlardan, ya'ni ustanovka qilib qo'yishibdi. Bitta qanotda kraskasi bor ekan do'stlar. Gerb, labovoylar qo'yilgan. 4 yumshoq balon. Ya'ni salonlari zo'r holatda aka. Mashinani sosteniyasini ko'ryapman, juda ham chiroyli holatda. Bitta qanotda kraskasi bor, qolgan joylari absolyutni toza. 4 ta 3-pozitsiya diska balonlar qo'yilgan. Aytishingiz bo'yicha aka, yaqinda 0 dan motor qildingiz aka. Konditsionerga yana 1000 dan oshib sarfladingiz, sizda dehqonchilik aka. Buni aka xalq uchun qancha berasiz aka? Oxiri boshqa kam yo'q deysiz aka, taqalgani shu. 6800 ga aka. Kolonka, subwoofer, ha, aytdingiz aka, $65 Gears kolonkalar qo'yilgan do'stlar. polik chihollar. Chihol poliklar, tez monitor, ya'ni oladi, minadi. Nomeringizni ayting aka, minishga tayyor ekan Minarmonga. 20lik 030 20lik 030 7700. 7700. Gap yo'q. Akalar, ulgurib qolamiz. Mana kimda kim tayyor mashina qidirib yurgan, mana optiralarigacha qo'yilgan ekan. Tayyor mashina qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishni davom etinglar. Bunaqasi har doim ham chiqarmaydi. Davay ulgurib qolamiz. Akalar, Lacetti ishqibozlari uchun mana sizlar uchun, ya'ni 1.6 ekonomik motorli do'stlar. Ya'ni oxirgi chiqqanlarda hamma biladi. Metani bor, ABS sistema, akkumulyator. Ya'ni mashinaning holati zo'r holatda. Kapot holati ham tosh tekkan joylari yo'q, ya'ni chiroyli holatda. Mashinamiz avtomat korobka ekan. Chiroyli do'stlar, monitorlar qo'yilgan, chihol yo'q ekan, poliklar tashalgan ekan. Mashinamizda 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor. Oladi, minadi, ya'ni rangi GSV svetda. Aka, mashinaning kraska holati qanaqa? Kraska ash qanot, eshik taglarida chaqachuqalari sepilgan, nari qanotda laki bor. 15%, 20% atrofida. Yengil chaqachuqasi hech qayerga yechilmagan. Gap yo'q aka. Mashina aka, butun mashina. xalq uchun chiroyli narxi bering, Nexia'ni pulini qo'yib bering aka. Mazza qilib minsin aka. Qanchaga berasiz? Oxiri. Buni 5200 ga beraman. 5200 ga Nexia'ni puliga avtomat korobka. Yana Lacetti. Motor, hadavoy, korobka hamma joy tiniq. Hamma tomonlama tiniq. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik 91lik 155 0057. Akalar, ulgurib qolamiz. Mana Lacetti ishqibozlariga jo'natib qo'yamiz videoni.